26 va 28 noyabr kunlari O'zekspo markazida Agroexpo 2025 ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Ushbu ko'rgazma yangiliklar, innovatsiyalar maydoni desak mubolag'a bo'lmaydi. Ammo ushbu ko'rgazmaning asosiy maqsadlaridan biri bu kasallikka chalingan yoshlarimiz, bolalarga xayriya va auksionlarni tashkil etib, ularga ushbu mablag'larni yo'naltirishdan iboratdir. Ko'rgazma davomida esa mehr tomchisi auksionlari tashkil etilgan bo'lib, auksionda turli mahsulotlar qo'yildi va investorlar orqali sotib olingan mahsulotlar bemor yoshlarimizni davolashga ketkazilinadi. Unutmangki, har bir auksionda tushgan xayriyalar bir bolaning hayotini yaxshilashi va unga umid baxshida yetishi mumkin. Hammangiz shu zalda to'ldirib o'tirib turganingizdan juda xursandman. Shu jihatdan fermerday zo'r tadbirkor, fermerday bag'ri keng, fermerday risk. Bizga tabassum qilish, orzu qilish, hayotga qaytish imkonini berdingiz. Bizga qilgan har qanday yordamingiz, duoyingiz dard ustidan kichkina g'alabamizdir. Bir bilan 200 qarg'al bor, Murod og'a. Opajon ismingiz nima? Oysha. Oysha opa ikkinchi marta, mana bugun olaylikning ikkinchi tug'ilgan kunida imkoniyatim cheklangan demak. Yo'q, men prosta aytib qo'yganman. Prosta takam aytdim. Sizda imkoniyat. Juda ko'plikda ziyon. Xush kelibsizlar. Bu auksionimizdan asosiy maqsad saratonga chalingan bemor muhtoj bolalarga yordam berish va shu bilan birgalikda bolalar onkologiyasini oldini olish, targ'ibotni kuchaytirish, masalan, xalq orasida, ota-onalar orasida, bolalarning o'zini orasida, chunki agar har bitta mana bannerga e'tibor beradigan bo'lsangiz, har bittasida yozilgan bu. Qaysi sabablar bilan bolalar onkologiyasi ko'payib ketyapti va nima qilsak buni oldini olishimiz mumkin. Onkologiya shu darajada kuchayib ketdiki, bu faqatgina davlatning ishi emas, bu davlat qilish kerak, bu nima deb kutib o'tirib bo'lmaydi. Bu xalq bilan xalq, davlat, jamiyat birlashib turib, birgalikda hal etadigan muammodir. Bugun mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bir nechta loyihalar birlashdi. Mana stendlarda bolalarning rasmlari qo'yilgan. Bilasizmi, bu rasmlarda sog'lom bolalar chizib berishdi. Ya'ni stendda loyihani nomini ham bolalardan bolalarga deb nomladik. Endi sog'lom bolalar ham o'sha targ'ibotni kuchaytirganimiz uchun ular kelib, opa biz ham shu chizib bolalarga yordam beraylik. Agar rasmlarimiz sotilsa bitta dorisini olar degan nima maqsadda rasmlarni berishdi. Bu rasmlarda respublika ixtisoslashtirilgan san'at litseyi, maktab internati bolalari chizgan, iqtidorli bolalari chizgan. Ba'zi o'quvchilari o'zlari shu yerda, ulardan ham intervyu olishlaringiz mumkin. Rang-barang ko'rgazmada aytyapman-ku, bolalar o'zlari chizib turib, mana rasmlar ko'rgazmasini agar inobatga olayotgan bo'lsangiz, bolalar o'zlari chizib turib, o'sha chizgan rasmim baribir chunki rassom bolalar chizganda. Bu sotilsa, kimdir aytayotganimdek dorisi, kimdir muolajasiga yetishi mumkin. Biz faqatgina halol, vijdonli fermerlar yetishtirilgan sog'lom mahsulotlarni berishimiz kerak. Shu? Olmani birinchi boshlang'ich bahosi 500 ming so'm. 700 ming 1 million 1 million. Xayriya auksionlarini o'tkazyapmiz. Shu demak
saratonga chalingan bolalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida va ular ko'proq yoritish maqsadida shu fermerlar yetishtirgan mahsulotlarni iloji boricha qimmatroq narxga sotib, shu maqsadda shu ko'proq ommaga yetkazib borish maqsadida shunday auksionlar tashkil qilganmiz. Misol uchun oddiy qovunimizni oladigan bo'lsak, 1 million 2 millionga sotilsa, qanaqa qovun ekan deb xursand ko'rishga qiziqish bo'ladi va bu pullar ya'ni shu kasal bolalar ketayotganini ko'rib, ya'ni bundan xabardor bo'lishadi va shu aholimiz ham shunga yordam beradi ko'proq. Shunday bo'lib o'tganini ham o'tkazganmiz va yaxshi natijaga erishgandik. Bundan tashqari mana shu xayriya tadbirini o'tkazgan tashkilotchilarga, yaxshi insonlarga, hamma yaxshi tilaklar, o'sha xalq yo'lida, bolalar, farzandlar kelajak yo'lida shu yaxshilikka qo'l urayotgan barchaga o'sha o'zimiz tanigan xalqimiz nomidan, boshqa nomidan rahmatlar aytamiz. Farg'onadagi tadbirlar ko'paysa doim yurtimizda kasallar bo'lmasin. Rahmat. Jonkuyar, O'zbekistonning jonkuyar insonlaridan bittasi. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, siz ham bu kabi auksion va xayriyalarda ishtirok etib, bir saratonga chalingan bolani hayotini saqlab qolishingiz mumkin.